Mening ismim Abdurrahim G'ani, Gollandiya fuqarosi 3 yil bo'ldi. Sharqiy Turkiston ota-ona va urug'liq qoldirimlab 19 kishidan bo'lgan barliq aloqam uzildi. Ular hayotmi, o'ldimi, Xitoyning jazo lageri va turmalardimi bilmayman. Hozirga qadar hech qanday uchurga erishaolmadim. Gollandiya hukumatiga, Tashqi ishlar ministrligiga iltimos qildim. Gollandiya Tashqi ishlar ministrligi Xitoy elchixonasidan bir qancha qatam bu vaqtda aloqa qildi. Xitoy elchixonasi mening 19 oila a'zolarim haqidagi uchurlarni so'radi, evet berdim, ammo ular hozir qadar hech qanday javob bermadi. 2020-yil 8 ayning 12-kundan 14-kunga Xitoy elchixonasining oldida tinch shakllik namoyish qildim. Xitoy hukumatiga 19 oila a'zolarining izdirgini qilib yozgan xatimni topshirib berish jarayonida Gollandiya saqchilari tomonidan qo'lga olindim. Buningki barliq mas'uliyatga Xitoy hukumati mas'ul, javobgar. Men bugun Xitoy hukumatiga shuni jakarlaymanki, bugundan boshlab 2020-yil 8 ayning 26-kuniga qadar Xitoy hukumati 19 oila a'zolari haqida tafsil uchur berish kerak. Ular hayot bo'lgan bo'lsa, qayerda o'lib ketgan bo'lsa, nima sababdan o'lib ketdi? Xitoyning jazo lageri va turmalarda bo'lgan bo'lsa, nima sababdan jazo lageri va turmalar qamaldi? Ichki o'lkalarga qul ishlamchi ketgan bo'lgan bo'lsa, qaysi zavodda, qaysi o'lkada bu haqda tafsil uchur berib, men bilan ular normal aloqa qilishni asli keltirib talab qilman. Agar Xitoy hukumati yana javob bermay qolib qolsa, men Xitoy elchixonasining oldida tinch shakllik namoyish qilaman. Shundaqla butun dunyodagi ota-onasi va urug' tuqqanlardan ayrilib qolgan, izdirga qilinmagan Uyg'urlarni safarbar qilib, dunyo xarakterli Xitoy elchixonasining oldida tinch shakllik namoyish qilishga harakatlantiraman.